Qof surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Qof va Majid oliy Qur'on. Ular esa aksincha o'zlaridan bir ogohlantiruvchi kelishiga hayron bo'ldilar. Kofirlar dedi: bu o'ta g'alati narsa. Nahotki o'lib tuproqqa aylanganimizdami? Bu qaytish juda uzoq. Biz ulardan yer nima ozaytirishini bilamiz. Huzurimizda barchasini o'zida hifz etgan, jamlab saqlagan kitob, qonun bor. Ular esa aksincha haq kelganida yolg'on sanashdi va qaltis ahvolda qolishdi. Tepalariga, samoga nazar solishmadimi? Uni qanday yaratib ziynatlab qo'yibmiz ekan, hech bir yoriq yo'q. Yerni ham qanday yoyib qo'yibmiz va unda kuchli tog'larni o'rnatib, unda barcha go'zal turlarni o'stirib qo'yibmiz. Allohga yo'nalgan har bir qul uchun o'git va ko'z ochuvchi ibrat bo'lsin. Samodan qut barakotli suv indirdik, uning bilan bog'larni o'stirdik, serhosil donlarni undirdik. Bir-biriga kirishgan, kurtaklari o'zaro bog'langan baland xurmozorlarni o'stirdik. Qullarga rizq bo'lsin uchun va uning bilan o'lik daryolarga hayot berdik. Chiqish ham ana shu kabi. Ulardan oldin Nuh qavmi, Ras ahli va Samud qavmi ham yolg'on sanagandi. Od, Fir'avn va Lutning qavmdoshlari ham, Ayka xalqi va Tubba ahli ham barchasi rasullarni kazzob deyishdi. Ogoh etilgan azobimga loyiq bo'lishdi. İlk yaratishdan ojiz qolibmiz ekanmi? Yo'q, aksincha ular o'zlari yangi yaratishdan shubha qilishmoqda. Biz insonni o'zimiz yaratganmiz va uning nafsi nimani vasvasa qilishini ham bilib turamiz. Biz unga bo'yin tomiridan-da yaqinroqmiz. Mana uning o'ngu so'lida ikki qaydga oluvchi o'tiradi. Nima gap aytmasin, yonida bir nazoratchi va qayd etuvchi bor. Mana o'lim mastligi haqqi rost keldi. Sening doim chekinganing mana shu edi. Surga uflandi. Qo'rqitilgan kun mana shu. Har bir jon o'z yonida haydaguvchi va guvohi bilan keladi. Sen bundan bexabar, g'aflatda bo'lding. Biz sendan pardani ochdik. Bugun endi ko'zlaring ochiq, keskir. Yaqindagisi dedi: mana mendagi tayyor, hozir qilindi. O'jar kofirlarning hammasini oting jahannamga. Yaxshilikni man etuvchi tajovuzkor badgumonni. Alloh bilan birga o'zga ilohlar tutganni. Shu bois shiddatli azobga soling. Yonidagi dedi: ey Rabbimiz, men uni tug'yonga solmadim, tog'utlashtirmadim. Uning o'zi uzoq adashuvda edi. Dedi: tortishmang huzurimda, men sizga ogohlantiruvimni berganman. Mening huzurimdagi so'z o'zgartirilmaydi. Men qullarimga nohaqlik qilmayman. U kunda jahannamga degaymiz: to'ldingmi? Yana bormi degay u. Jannat taqvodorlarga uzoq emas, o'ta yaqin qilindi.
sizga har bir tavba qilib qaytguvchi va ibrat olguvchiga va'da qilingani mana shu. Rahmonni g'oyibona ixlos bilan hurmat qiladigan va sog'lom qalb bilan keladigan har kimning mukofoti mana shu. Tinchlik, omonlik bilan kiring. Bu yog'i mangulik davri. U yerda ularning barcha istagi muhayyo. Huzurimizda ziyodasi ham bor. Ulardan oldin qancha nasllarni halok etdik. Ularning changali bulardan shiddatliroq va urushi qaqshatqichroq edi. Yer yuzida obdon kezishdi, lekin bir najot topishdimi? Bunda qalbi o'lmagan yoki guvoh bo'lib tinglagan kishi uchun o'git, ibrat bor. Biz osmonlar u yerni va ularning orasidagi barcha narsani 6 davrda, bosqichda yaratdik. Hech qanday charchoq tutmadi bizni. Ularning gaplariga sabr qilgin. Quyosh chiqishidan oldin va botishidan oldin Rabbingni hamd ila tasbih etgin. Kechaning bir qismida va sajdalar ortidan ham uni tasbih etgin. Nido qiluvchi yaqin joydan nido qiladigan kunga quloq tut. Ular o'sha qichqiriqni haqqi rost eshitadigan kun keladi. Chiqish kuni ana shudir. Hayot bergan ham, o'lim bergan ham biz va qaytish ham bizgadir. U kunda yer ochilib, ular sur'atla chiqib kelishadi. Ana shu to'planish biz uchun o'ta oson ish bu. Biz ularning nimalar deyotganini bilamiz. Sen ularning ustida majburlovchi, jabbor emassan. Sen faqat mening tahdidimdan hayiqqanlariga Qur'on ila eslat, nasihat qil. Zoriyot surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. To'zitib sovurganlar, og'ir yuk ko'targanlar, yengil suzib borganlar, ishni taqsim etganlar. Sizga qilingan va'da rost va'da. Din, o'zaro haq-huquqlarning olib borilishi voqe bo'lgay. Yo'llari muvozanatli samo. Gap so'zlaringiz ixtilofli. Burilgan undan burib qo'yiladi. Yolg'on uydiruvchilarga halok bo'lgay. Ular o'z johilligidan g'aflatda. Din kuni qachon deya so'raydilar. Kun kelib ular olovga tutilganida toting endi fitnangizni. Siz tezlatib shoshirgan mana shu. Taqvo egalari bog'-rog'lar va chashmalar aro Rabbining lutf etgan ne'matlaridan oladilar. Ular o'tmishda yaxshilik qiluvchilar edi. Ular kechalari oz orom olar edi. Ular saharlarda kechirim istar edi. Ularning mollarida muhtoj va so'rovchi uchun ma'lum haq bo'lar edi. Qat'iy ishonch egalari uchun yer yuzida oyat, ishoratlar bor. Jumladan sizning o'zlaringizda ham nahot ko'rmayapsizlar? Samoda rizqingiz va sizga va'da etilgani bor. Samo va zaminning Rabbiga qasamki, bu sizning nutq qilganingiz kabi haq. Senga Ibrohimning mukarram mehmonlari xabari yetdimi? Mana ular kirib dedilar. Omonlik, salom, dedi. Omonlik, tinchlik, ey notanish qavm. U ahliga borib semiz buzoq pishirib keltirdi. Ularga yaqinlatib dedi, yemaysizlarmi? Ulardan xavfsirardi. Ular qo'rqma dedilar va ilmli o'g'il haqida mujda berdilar.
Xotini esa yuziga shapaloq urib qichqirdi: "Tug'mas xotin-a?" Ular dedilar: "Rabbing shunday dedi, hikmatini uning o'zi biladi." dedi. "Yo'lingiz qayon, ey elchilar?" dedilar. "Biz bir jinoyatchi qavmga yuborilganmiz, ustlariga loydan toshlar yog'dirish uchun. Zolimlar uchun Rabbing tarafidan belgilangan toshlar bu. Biz u yerdagi mo'minlarni chiqardik. U diyorda faqatgina bir uy taslim bo'lganlardan boshqa musulmonni topmadik. Alamli azobdan qo'rqqanlar uchun u yerda oyat, ibratlar qoldirdik. Musoda ham biz uni aniq hujjat ila Fir'avnga yubordik. Uning o'zi va ayoni yuz o'girib dedi: Sehrboz bu yo majnun. Biz uni va lashkarlarini malomat ish ustida ushladik va dengizga uloqtirdik. Odda ham biz ularga taktugi bilan sug'uradigan shamol yubordik. Nimaning ustidan essa uni kul qiladigan shamol. Samudda ham ularga deyildi: bir muddat bahramand bo'lib turing. Ular Rabbining amriga osiy bo'ldilar, bas qarab turganlarida yashin urdi ularni. Ular na o'rnidan turib qocha oldilar va na yordam topa oldilar. Oldinroq Nuh qavmini ham halok qilganmiz. Haqiqatan ular fosiq, yo'ldan ozgan qavm edilar. Biz samoni o'z kuch-qudratimiz bilan barpo etdik. Biz uni yana kengaytiramiz. Yerni tekis qilib yoydik va qanday ham yaxshi yoydik. Biz barcha narsadan ikki juft yaratib qo'ydik, toki eslatma olgaysiz. Shunday ekan Allohga qochinglar. Men sizga undan ochiq ogohlantiruvchiman. Alloh bilan birga o'zgalarni iloh qilib olmang. Men sizga undan ochiq ogohlantiruvchiman. Ana shunday ulardan oldingilarga ham ko'plab rasullar kelganida sehrgar yoki majnun deyishgan. Ular o'zaro vasiyat qilib olishganmi buni? Yo'q, o'zlari haddan oshgan, tog'utlashgan qavm edi. Ulardan yuz o'gir, sen buning uchun malomat qilinmaysan. Eslatgin, eslatma faqat mo'minlarga foydali. Men jin va insni, qullikni, xizmatni yolg'iz menga qilsinlar deya yaratganman. Men ulardan rizq istamasman, meni to'ydirishlarini ham istamayman. Rizqni Allohning o'zi beradi. Kuch va qudrat egasi ham uning o'zi. Albatta, bu zolimlar uchun o'z hamkasblari olgan azob nasibasi kabi nasiba bor. Shunday ekan, tezlatib shoshirmasinlar. Ularga va'da etilgan kun kelganda, bugun inkor etayotgan kofirlarning holiga voy.